san'atkorni podvaliga olib tushganda padariga ming la'natdi. San'atkor otarchi. San'atkorni kontrol qilish kerak. Bilish kerak. Birovlarning qo'liga tushib qolmasin. San'atkor yaxshi qurol. Lekin sen ishlata bilmasang, ishlata biladigan odam oladi. Qarshingdagi oladi. Sen ishlata olmasang, qarshingdagi ishlatadi. O'shaning uchun san'atkorni kerakli joyda ishlatib, boshini silab, o'pkasini bosib, mashaqchiligini qilib yuraversin. San'atkor kuch, lekin o'zi bilmagan kuch. Nima uchun ijod yo'q? Menga shuni aytinglar. Nima uchun ijod yo'q? Nima uchun? Men bir anaqada ko'p san'atkorlar mendan xafa bo'ldi. Men yana bir bor aytaman, men o'zimga dushman orttirishni xohlaymanmi? Meni xarakterim shu. Men o'zimga nisbatan ham qilmayman, o'zim qizimga nisbatan ham qilmayman, haqsizlikni o'zimga ham nisbatan ham qilmayman. Haligi unvonlar beradigan anaqani bir kattasi qilib qo'yishdi meni. 1 yil o'tirdim, hech kim unvon olmadi. Men aytdim, bitta qo'shiq bilan, endi-chi, kelgan pulni ko'rsangiz. Ashundan beri men zvanyalarning narxini bilaman. Kimlar pulga sotib olganini bilaman.